Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Prezidentning kuyovi Otabek Umarov haqida bugun tongda kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov bugun tongda 42 yoshga to'ldi. Otabek Umarov Muhammadaliyevich 1984-yilning 15-may kuni tug'ilgan. Fursatdan foydalanib, saytimiz ijodkorlari va o'quvchilari nomidan Otabek Umarovni bugungi tavallud ayyomi bilan samimiy muborakbod etib, u kishiga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.